Jennifer Lopez Toshkentda konsert qo'ydi. Kim bordi o'sha konsertga? Jennifer Lopez'ni sug'urta qilgan ko'tini ko'rishlik uchun. Tanisizlar, Jennifer Lopez degan bir Amerikani kofira bo'lgan ashulasi. O'sha kampirni ko'rishlik uchun juda ham ko'pchilik borgan. Bizi o'sha Jennifer Lopez'ning konsertiga borganlarga atvet she'rimiz. Eshitinglar. Shaytonni quvontirib, iymonlarini o'ldirib, o'yingohni to'ldirib, qancha musulmon keldi. Shoshilmaydi najotga, pul ayaydi zakotga, g'ayridin yetti yotga, qancha musulmon keldi. Ayab ehtiyojiga, borib kelib hojiga, bermasdan muhtojiga, qancha musulmon keldi. Millionlarga chipta ol, miskinga der to'r yo'qol, bir chekkadan razm sol, qancha musulmon keldi. Masjid tomon erinar, mo'minman deb kerilar, lek ishratga berilar, qancha musulmon keldi. Bir kampirni ko'ray deb, sinasiga to'yay deb, nima bo'lsam bo'lay deb, qancha musulmon keldi. Termolay deb sinaga, bir dajjol ajinaga, aldanishib hiylaga, qancha musulmon keldi. Bilmadim nima qilsam, lek bo'lmaydi jim tursam, Allohni eslatqusan, bularga ne bo'ldi? Qancha musulmon keldi? Qancha musulmon keldi? Muhammad Husan Marg'iloniy akamizning she'rlari bu Jennifer Lopez'ni konsertiga borganlarga atvet edi.